Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 7:30. 3-yanvar 2026-yil. Men ayrim latta yigitlarga she'r o'qib qo'yay. O'shalar tushunsin. Bilmasa qiz ko'nglini yigit, go'yo u sochidagi pit. Kerakmas sadqai sarqit, erkak bo'l tonggacha itqit. Ovqatni cho'zib yeysan sen, gaplarni cho'zib deysan sen. Ishni chaqqon qilmaysan sen, rohat cho'zishni bilmaysan. Uyg'otish kerak xotinni, bilmasang chaqir otinni. Tushuntirar xotin zotini, qizdirib xotinchotini. Lattalikni ol bo'yningdan, tishlab yotsin bol bo'yningdan. Rohatlansin o'yiningdan, ketolmaydigan qil qo'yningdan. Mana aziz vatandoshlar, ertalabdan shunaqa she'rni qayta o'qisa, o'sha lapashang yigitlar ayoli umrbod yashaydigan bo'ladi. Shuning uchun bundaqangi she'rlarni qayta o'qish kerak.